Hammasi sokin, yomg'irli kechada Emily uyda yolg'iz o'zi telefonini varaqlab yurganida, uning hayoti butunlay o'zgarib ketishidan mutlaqo bexabar edi. Unga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishdi va avvaliga u buni shunchaki hazil deb o'ylab, unga e'tibor bermadi, lekin qiziquvchanligi kuchayib ketdi. Shuning uchun u javob berdi. Faqat boshqa tomondan sukunatni eshitdi. Shu qadar og'ir sukunat uning yuragi zirqirab ketdi va keyin birdan uning ismini chaqiradigan shivir-shivir eshitildi. Emily. Qachon boshlandi? U kulmoqchi bo'ldi, lekin ovoz davom etdi. Bu safar faqat o'zi bilishi mumkin bo'lgan narsani tasvirlab berdi. Uning yashash xonasining aniq tartibi, divan ustidagi rasm, oshxona peshtaxtasida qoldirgan kruchka va Emily bu oddiy hazil emas, avtomatlashtirilgan ovoz emasligini anglab, qotib qoldi. U hozirgina 2 marta tekshirgan qulflarni, eshiklar mahkamlanganini eslagach, vahima paydo bo'ldi. Lekin ovoz to'xtamadi, o'ziga bo'lgan ishonch kuchaydi, deyarli masxara qilardi. O'tgan hafta eng yaqin do'sti bilan bo'lgan janjali va hech kimga aytmagan sirlari kabi hech kim bila olmaydigan xotiralarni so'zlab berdi. U go'shakni qo'ymoqchi bo'lganida uning barmoqlari titrardi, lekin qo'ng'iroq tugamadi. Darhol orqaga qaytadi va telefon orqali uning quloqiga yaqinroq shivirlab, "Men hozir shu yerdaman, Emily va men kutgan edim" degani yaqinlashdi va o'shanda chiroqlar miltilladi. Harorat pasaydi va uning telefon ekranida hech qanday sabab yo'q, chunki uning qorong'i ovozi yorilib ketdi. Ismi qayta-qayta takrorlanar. U uydan chiqib qo'shninikiga yugurib ketgandan keyin ham qo'ng'iroqlar to'xtamasdi. O'sha noma'lum raqamdan kelardi va nihoyat jasoratini jasorat qilib, raqamni internetdan qidirishga muvaffaq bo'lganida, hech qachon bo'lmaganidek hamma yozuvlar o'chirib tashlandi. Faqat notanishlarning dahshatli ogohlantirishlari qoldi, xolos. Qorong'i tushganda uning telefonidan foydalaning. Uning hikoyasi internetda tarqaladi. Odamlar bu haqiqatmi yoki shunchaki dahshatli ertakmi deb so'rashadi. Lekin haqiqat shundaki, u hali ham ba'zan qo'ng'iroqlar qiladi. Tunda o'z ismini takrorlaydigan zaif shivirlaydi va unga va hikoyani eshitgan har bir kishi boshqa tomondan ba'zi narsalarni tomosha qilayotganini, kutayotganini va hech qachon unutmasligini eslatadi.